Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Andijon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Cobalt'lardan syomka qildik. Mexanika, avtomat, eski, yangi har xillardan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. 2020 ga 21 dan boshladik. Oqidan 95 ming kilometr bosib o'tibdi. ABS konditsioneri, gazlari bor. O'ta go'zal. Balonlari yaxshi holatda. Rasxod yo'q mashinani aka? Yangi mashina edi. Yangi mashina. Endi umumiy hisobda so'rab o'tib ketdim. Rasxod yo'qmi deb 95 ming yuribdi. Ko'pi bor, linoleum qilinmagan. Chexollari o'rtacha holatda. Xo'p. Orqa salonlari mana. Tonirovkalar tortilgan. 90 talik temir gaz, zapas balonlari bor. Qo'l holatda zapas balonlari tushmagan bo'ldi. 2020 ga 21 95 ming yurgan. Ikkinchi paysi. Ha, 2. ABS kanser ham. Kraskasi qanaqa? Toza. 100% toza. 100%. Nech pul narxi? Boring 10.5 ming emas, 10.200 da. 10.200 dollarga berasiz. Ozgina tushib berasiz. Xo'p, nasiya barteriyo'lari-chi? Naqqa sotaylik. Faqat naqd pulga sotiladi. Hujjatlari-chi? Qolgan hujjatimiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 95 lik 313 313 0445. 0445 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2013 navbatdagi Cobalt'imiz Stalon svetidan 269 ming kilometr bosib o'tibdi. Xo'p, 3-pozitsiyada mashina. Hozir hamma ma'lumotni aytib ko'rsatib ketamiz. Qo'ldan kelgancha 269 ming yuribdi mana. Ichki holatlari tiniq holat ekan, tayyorlab qo'ygan bilmadim, lekin chotki holatda turibdi mashina hech qanaqaligi. Xullas yaxshi holatda turibdi-da. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Orqa salonlari. Xo'p, bagaj holatlari 90 talik temir metan gazi bor. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatda. Xo'p, 2013 3-paysi 269 ming yurgan-a bu. Kraskasi-chi? Hozir kapot 100 da bor, kriloda bor. Ikkita detal 100 aka. Uslutlari tozami? Behijolat. Bo'ldi. Nech pul narxi aka? 7000 deb beraman. 7000 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, bugun chiqdi. Xo'p, nasiya barteriyo'lari-chi aka? Yo'q. Faqat naqd pulmi? Bak. Hujjatlari generalniy bo'ladimi? Bo'ladi. Telefon raqamingiz? 90lik 90lik 528 528 02 02 01. 01 528 02 01 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Cobalt ishqibozlari 2013 269 ming kilometr bosib o'tgan. 2021 navbatdagi Cobalt'imiz oqidan 4-paysi ham bu? Xo'p, yurganichi? 113 ming yurgan ekan, 4-paketlini gaz, ABS konditsionerlari bor. Balonlarni bitta yondan ko'rib olasizlar, yaxshi holatda. Xo'p. Salon holatlari. 113 ming yurgan, avtomat korobka, kovri bor, linoleum qilinmagan. Chexollar, o'zining zavodskiy chexollari. Zapas baloni, dam kiratgich bor, zapas baloni o'rinda 48 talik 4-paketli gaz. 2021 4-paysi 113 ming yurgan. Kraska? Hala. Hozir nerede bo'ladi? Nerede pismo tushgan? Xo'p, Buni pasi bilan mashina boshqa ishlashdi. qolgan joyi 100% toza. Yumshoq to'rtta valori bor. Nech pul narxi aka? 10 mingdan jin o'tib beradi. 10 ming dollar kami bor. Naqqa. Naqd pulga. Devo mashina olsa kelishaveramiz. Xo'p. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? 9600 ga foydalangan deyman. 9600 dollarga foydalangani berilmadi. Xo'p, nasiya barteriyo'lari-chi? Faqat naqd. Faqat naqd pulga. Hujjatlari-chi generalniy bo'ladimi? Bank qo'ymaymiz, qayta vakolat beramiz, gen qilib bera olamiz. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 90lik 90lik 544 544 52 10. 544 52 10. Bozoringiz bersin. Shomdan keyin iloji bo'lsa telefon Nechigacha telefon qilarsiz O'zbekiston? Asrgacha. Sabab uje xatmi boshlanyapti bugundan. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2021 113 ming yurgan. 190 ming yurgan. 2018 navbatdagi Cobalt'imiz 190 ming kilometr bosib o'tgan. Ravon haqiqiy. 4 yevro. 4-paysining yevro varianti.
Rasxod ozdana bu. Ha, ekonomizeri bor. Ekonomizer bor, ABS bor, konditsioner bor, 4-paketli gazlari bor. Baloni yangi. 4 ta yangi baloni. Xo'p, motor ходовой korobkasi ideal holatda. Mana 190 ming yuribdi, video registrator qo'yilgan, kovri bor, lignonim qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Zapaskalar tushmaydi. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. Bagaj holatlari 90 talik temir metan gazi bor. Zapas baloni bor, damkiratgich bor, pol holatlari zavod holatida. Xo'p, 2018 4 yevro. Xo'p. Kraskasi? Kraskasi bitta orqa krilosida bor. Aha. Yengil, unaqa alishmagan, o'zini qilingan. Bitta detalda. Yuzak. Bitta detalda kraskasi bor. Nech pul narxi aka? Narxini siz obunachilaringiz deb telefon qilsa 9000 dan ozgina o'tib beraman. 9000 dollar ozgina kami bor. Ozgina. 2018 190 ming yurgan. Xo'p, Nasiya barteriolarichi? Bankka beramiz yetmaganiga. Bo'laveradi. Hujjatlari generalniy bo'ladimi? Yo'q, Nomiga o'tkazib olish kerak. Nomiga o'tkazib bankka yuboradi. Telefon nomeringiz? 88lik 88 kodi bilan 017 017 1002. 1002 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2018 190 ming kilometr bosib o'tgan 4 yevro. 2020 navbatdagi Cobalt'imiz ikkinchi paytida mexanika. Qancha yurdi bu? 60500. 60500 kilometr bosib o'tgan ekan. ABS bor, konditsioner bor, gazlari bor. Ходовой korobkada ishi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Balonlari yaxshi holatda. Zapaskasi tushmagan. Zapas balonlari tushmagan. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, 60500 kilometr bosib o'tibdi. Kovri bor, linoleum qilinmagan. Chexollari ozgina eskirib qolibdi. Bagajni bosaverasizmi aka? Tonirovkalar tortilgan. 90 talik temir metan gazi bor, zapas balon damkiratgich, pol holatlari mana zavod holatida. Xo'p. 2020 ikkinchi paysi 60500 kilometr yurgan. Kraskasi? Restovka bor, kriloda bor, kapotda bor. Kraska sepilgan joyi yo'qmi? Yo'q. Bu nech pul narxi aka? 10800 dan o'tib beramiz. 10800 dollar kelishiladi. Ha. Bermaganiz bo'lmadimi? Ha? Yo'q. Nech pul yetmasa endi? Endi u yog'ini 1-2 ming yetmay qolsa kelishamiz. kelishiladi. Hujjatlari o'zingizlardami? Ha. Generalniy bo'laveradi. Generalniy bo'laveradi. Bu telefon raqamingiz? 93 93lik 781 781 1230. 1230. Bozoringiz bersin aka. 2020 navbatdagi Cobalt'imiz. Xo'p, yurgandan qolgan barcha ma'lumotlarni video davomida aytib o'tib ketamiz. 4-paketli gazi bor ekan. ABS bor, konditsionerlari bor. Balonlari yaxshi holatda. Mana 191 ming yurgan ekan, monitor qo'yilgan, 4-paketli avtomat korobka, kovri bor, linoleum qilinmagan, chexollari yaxshi holatda. Bagajni ochib bitta ko'rsatib beramiz. Orqa salonlari tonirovkalar tortilgan. Bagaj holatlari 90 talik temir metan gaz, zapas balon bor, pol holatlari zavod holatida. Xo'p, 2020 Cobalt so'raganlarga 191 ming kilometr bosib o'tgan 4-payisiyada avtomat korobkasi. Kraskasi tozami? Toza. Nech pul narxi? 98 kami bor. 9800 kami bor. Bermaganinglar bo'lmadimi? Yo'q. Xo'p, Nasiya barteriolarichi? Bo'ladi. Oyma-oy bersa Nasiyaga chiqadi deyapsiz. Xo'p, hujjatlari generalniy bo'ladimi? Bo'ladi. Telefon raqamingiz? Yo'q, hoji aka. Ha, gidrali ham bo'ladi-a, baloya. Gidrali bo'ladimi, gidrali? Bo'ladi ekan. Bu telefon nomeringiz? Telefon nomer 91 77 40 477 4006 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2020 191 ming kilometr bosib o'tgan. 2013 navbatdagi Cobalt'imiz 205 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, ikkinchi pozitsiya bu. Ikkinchi pozitsiyani ABS yo'g'idan, konditsioner bor, 4-paketli gazlari bor. Motor ходовой korobkasi yaxshimi? Yaxshi.
salon holatlari. Mashina ikkinchi pozitsiyada aytib o'tganimizdek 204 ming kilometr bosib o'tgan mexanika, kovri bor, linoleum qilingan, chexollari yaxshi holatda. Orqa salonlari tonirovkalar tortilgan. 90 talik temir gaz. Zapas balonlari bor, pol holatlari mana. Zavod holatda. 204 ming yurdingizmi? 204 ming kilometr bosib o'tgan 2013. Ikkinchi pozitsiya. Kraskachi. Oldi kapotda o'zida bor. Uslitalariga o'tmagan? Filtr radno yo'q, kraska sepilmayapti. Bo'ldi. Nech pul narxi? 7200 kami bor. 7200 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q. Hozir mashina pul so'radida arzon so'rayapti. Bo'ldi. Nasiya barter yo'llarichi? Barter bor, nasiya qilamiz. Nasiya savdoga Oyma bersa, ha, u bitta berishga bermaymiz. oldindan 50% bo'lsa, 50% imkoniyati bor. bo'lsa, ha? oyma bersa beramiz. Naqd pulga olsa generalniy bo'ladimi? Bo'ladi. O'zimiz nomimizda bu, generalga beramiz. Telefon raqamingiz 91lik 477 4006 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2013 ikkinchi pozitsiya 204 ming yurgan. 2024 navbatdagi Cobalt'imiz. Xo'p. Gaz o'rnatilgan 4-pozitsiyada. ABS bor, konditsionerlar bor. Qancha yurdi bu? 12800 kilometr yurdi. Balonlari yangi. Bu balon o'rnatilgan ekan. Mana 12867 kilometr bosib o'tgan 4-pozitsiya avtomat korobka, kovri bor, linoleum qilinmagan, zavodskoy chexol. Yopilib qoldimi yo? Tanirovkalar tortilgan. 90 talik temir gaz, zapas baloni bor. 18 ming eurodimi? 12 ming, 12800. 2024 12 ming kilometr bosib o'tgan. Tozami? Toza. Xo'p. Nech pul narxi? 12600 deyapmiz. 12600 kami bor. Kami bor. Sodiq Mazim aka? Yo'q, hali savdosi bo'lmaydi. Xo'p, nasiya barter qanaqa kelishuv Bank yo'li? yo'nalishi bor. Bo'l, hozir aka. Bank yo'nalishi bor. Qolgan 2,5 ming dollar pul bo'lsa nomiga o'tish anaqa. barter bu narsalar yo'q. Yo'q. Hujjatlarchi generalniy bo'ladi? Generalniy ham bo'ladi. Bo'l, telefon nomeringiz 97lik 97lik 059 059 217. 17 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. 2014 navbatdagi Cobalt'imiz. Mexanikami bu? Birinchi pozitsiya. Diskga qo'yilganmi? Birinchi pozitsiya qancha yurdi? 328. Xo'p, 328 ming kilometr bosib o'tgan. Gazi bor. Motor hadovoy korobkalari Go'zal. go'zal, balonlar yaxshi holatda. Gazi ham yangi. 4-pozitsiyaning diskasi qo'yib qo'yilgan ekan. Sumkalari bor. Salon holatlari 328 ming yurgan, kovri bor, linoleum qilingan, chexollari o'zini zavod holatdagi chexol. Chexol ham. Ha, chexol ham yangimi yo qanaqa u? Rost yechib qo'ydinglarmi? Ha. Xo'p, bagaj holatlariga keladigan bo'lsak azizlar. Xo'p. Chexollari 90 talik temir gaz, zapas balonlari bor. Yangi qo'yilgan. Xo'p, mana choklarni ko'rib olinglar. 2014 328 ming yurgan, birinchi pozitsiyada. Kraskasi buni. Ikkita petnosi bor ekan, kraskasi. Xo'p, nech pul narxi? 7,5 kam bor. 7,5 ming dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? So'rashyapti aka endi. Nech pul sir bo'lmasa eng ko'p aka? 7000 pastda so'rashyapti. 7000 ni pastda so'ralyapti. Xo'p. Nasiya barter qanaqa kelishuv yo'llari bor aka? Barter qilaveramiz aka. Nasiya chiqmaydi deyapsiz. Yo'q, nasiya. Hujjatlarichi? Hujjatlari zo'r o'zi. Generalniy bo'laveradimi? Ha, hamma yo'q bo'ladi. Telefon nomeringiz 99 99lik 907 77 37. 907 77 37 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2014 birinchi pozitsiya 328 ming kilometr bosib o'tgan. Xo'p, azizlar, 2025 Cobalt so'raganlarga kecha salondan chiqqani chiqdi mana. Mashina 4-pozitsiya aka. Ha, 4-pozitsiya. 4-pozitsiya. Hamma narsasi bor edi. Zavod holatda turibdi mashina? Zavod holatda. Zavod holatda turibdi. Kecha zavoddan chiqqan. Auksion nomerda. Generalniy beraverasizmi? Xo'p, nech pul narxi buni aka?
12.500 ozgina kami bor. 12.500 dollarda ozgina tushib beriladi. Xo'p, nasiya barter yo'llarichi? Yo'q, bankada. Xo'p. Telefon nomeringiz? 77lik 77 kodi bilan 155 155 44 14. 44 14 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar azizlar.